hozirgi paytda hammaga kerakli bo'lgan va hamma juda ko'p mijozlarimiz kutayotgan Xitoydan radiator mahsulotlarimiz yetib keldi. Xabaringiz bor, ikki xil variantlari bor, 10 kilolik va 8 kilolilar bor va buni ichidan o'ziga kerakli bo'ladigan bonuslari, ya'ni ikkita krayni shlanka qolgan zapchastlari chiqib keladi. Xo'p, optim narxlarda tarqatib yuboramiz. Bitta konteynerni katta kolичествоda olib kelib qo'yganmiz. Bemalol mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilib, bizning menejerlarimiz hamma to'liq xarakteristikasi, ya'ni ma'lumotlarni aytib o'tib ketadi va optim narxlarda, arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Bu videoni siz xonadonlarni shug'ullanadigan aka-ukalarga va bu qishni sovuqdan qanaqa qilib chiqib keta olaman degan problemada o'tirgan dehqon akalarga jo'natib qo'yinglar. Ali baraka, barakali hosilingiz manbai.